Qarang, tog' shu tog' tegdi mana sizning xonadoningiz. Zo'rmi? Buni qarang. Basseynlari bor ekan. Mana tayyor ishlab turibdi, basseyni bor. Xullas kirib yashashga tayyor zo'r xonadon ekan. Buni qarang. Xo'p, 2 qavatli. Mana mehmonlar bilan mazza qilib o'tirib, choy poy ichib, mana televizor tomosha qilib, buni qarang. Oshxonasi ham zo'rda. Qarang. Hamma mebel texnikalar bilan jihozlangan. Ishoning kirib bexarajat mazza qilib yashaydigan zo'r xonadon. Men aytdimki, aka, bu dachaga, bu arendaga nech pul berasiz desam, yo'q, bizda arenda yo'q. Bizda o'zim uchun yashayman deydigan insonlar uchun shunaqangi bir yaxshi xonadonlar qurib beramiz dedilar. Lekin zo'r. Haqiqatdan ham kirasiz, mazza qilib yashaysiz. Sof taxtadan, qarang. Yog'langan taxta dedilar. Xo'p, ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Mana ikkinchi qavat. Xo'p. Bu yoqda bitta kattalar yotoqxonasi bor ekan. Xo'p. Umumiy sanuzul. Ana endi esa bunisi bolalar yotoqxonasi. 4 tagacha. Zo'rmi? Ana endi bu xonadonni olganingizdan keyin aksariyat vaqtingiz o'tadigan zo'r joyni ko'rsataman. Qarang. Buni qarang. Mana. Zo'rmi? Mana manzarani qarang. Mana manzarani qarang, qarang. Eshikdan kirib kelar ekansiz, avtomobil qo'yish uchun joyi bor. Kirasiz, mazza qilib yashaysiz mana. Zilyon zonalari bor. Mana bu oshxonani qarang. Va o'rtoqlaringiz bilan mazza qilib o'tiradigan zo'r joy ekan. Nima deyiladi bu? Terrasa deyiladimi bu? Yo. Terrasa. Voy. Havas qildingizmi? Kir aylanib tog'ning ichida o'tirar ekansiz. Zo'r-a, lekin a. Mana qarang. Hammamizga shunaqangi fayzli xonadonlar nasib qilsin. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ying. 3,5 sotixga tushgan shunaqangi bir yaxshi xonadonimiz sotuvga chiqarilgan. Manzilimiz Toshkent viloyati Chimyondamiz. To'g'rimi?